Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Urganch shahrining 4-mikrorayonida joylashgan 5 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Yan taraf Emine dikana chiqish xotimiz, bedagining 19-son maktab, mana arkasida 18-son maktabi bor. Beda bog'cha, hamma narsa udobli joyda joylashgan. Bu yan tarafdan chiqadigan bo'lsak, Olimpiya stadionining yonida. Bu yan taraf dasab, hamma joy udobli joyda joylashgan. Qancha ichkari qismi bilan donishib, görüşüp chiqsak. Neyse 4-etajımıza ham yetib keldik. 5 etajli oldu, 4-etajında hurmatli obunachilar, yuqoridan xo'jalik bor. Her etajda 2 xo'jalikdan ekan. Bismillahirrahmanirrahim. Girganimizda mana chap qo'limizda Betis Spani joylashgan. Bu yoqda 2 zal, bu yoqda esa 2 spani joylashgan. Ajoyib etib remont etib qo'yib tegildi. Bedagining rakovnamiz joylashgan. Yan tarafa kiradigan bo'lsak, Betis Spanimiz patoloqlari shu bor saflangan, lyustralar asilgan, ajoyib etib remont bo'lgan. Jaluzi perdalari bor, registrlari bor. Ajoyib etib remont etib qo'yib tegildi. Umuman remontına gap yo'q. Yevro remont qilingan, hurmatli obunachilar. Bedan girish xotimizdan registrlar qo'yilgan. Makonimiz suv, svet, gazda umuman problemasi yo'q. Ajoyib etib remont etilgan. Yan tarafimiz zal bo'ladi. Bu yanimiz ham zal, spani, sanuzel. Bu yan tarafda hojatxonasi, kuxni, balkon taraf joylashgan. Chertujam zo'r tushgan. Doğrudan bize zaldan başladı olsak, işlerini ahamiyat ettiğinde işlerim kaçtıvanlı zamıklarım orijinalından, yaxşısından koyulgan. Bismillahirrahmanirrahim. Girgenimizde yine yan taraf balkon tarafa çıksa oladı. Jaluzi perdeli asılgan, lüstralar bor, patologları esa yine şuba, ajoyib şubadan saflangan. Analari ulu tushgan. Oqlanib, ajoyib bo'lib remontdan chiqib turibdi. Oyoq temiz, g'ollar ham toza döşelgan. Yani ikinci zalımıza giradigan bo'lsak, zalimiz yine berem ajoyib g'ollardan tashalgan, lyustralar asilgan. Ajoyib bundan. Yan tarafta jaluzi perdeler, akva aynalar, aynalar ham almashgan, podoloniklari bor. Girasiz, yashaysiz, xullas ajoyib fayzli xonadan bo'libdi. Hali remontdan keyin hech kim yashamagan, toza remontdan chiqib turibdi. Yan taraf spanimiz ham ajoyib boshqacha dizaynda ishlangan, rangi patoloqlarimiz ham shu bor, lyustralar asilgan, oyoq tegiga toza g'ollar tashalib, jaluzi perdeler, registrlar, aynalar ham almashgan, ajoyib bundan qo'yilgan. Endi sanuzelimize giradigan bo'lsak, sanuzelimiz yarım qismi nacharli kafel bo'lib turibdi, bellar toza remontdan chiqib turibdi. Suv, svet, gazda umuman problemasi yo'q. Yan taraf yana bir spanimiz. Bu spanimiz ham razmerlar normalni tushgan. Belam aynalar almashgan, podoloniklari bor, registrlari ajoyib nan qo'yilgan.
Yallar hamma joy ko'rsatdim. Endi bu taraf o'tsak. Bu taraf hojatxona, sanuzeli, oddenniy joylashgan. Chertojdan umuman gap yo'q. Bu tarafda mebellar ham tayyor. Ajoyib bundan bo'lgan mebellar bu yanda aristonimiz joylashgan. Bir de giyim asışı uchun joylarimiz ajoyib bundan toza mebel qo'yilgan. Bu tarafda toza katulimiz joylashgan. Katulimiz umuman gap yo'q. Yine kuxnimiz, kuxni mebellari ajoyib bundan qo'yilgan, hurmatli obunachi. Registrlari bor, aynalar almashgan. Yerimiz ham o'tirib choy ichish uchun ajoyib joy. Joyimiz ikkilamchi kredit etib olsangiz ham bo'ladi. Variant ko'p. Joyimizning narxina keladigan bo'lsak, 485 million so'm ustuna kelganda kelishiladi. Xudo xolasa bu ichindagi toza hamma narsasi qaladi. Yurishunda sotiladi. Joyimiz ikkilamchi kredit asosidan sotib olsangiz bo'ladi. Joyimiz narxi normalniy. Joyimiz 5 xonadan iborat. Qarasa kanalga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Sog' olun, salomat olun. Hamisha o'ynab kulib yurish nasib etgan Xudoyim. Hamma shunday joylar nasib etgan. Sog' olun, salomat olun.